Mana shu hayot jarayonida farzand tarbiyasini nimalar qilish kerak? Mana buni ham namunasini ko'rsatib berganlar. Bu borada mustaqil kitoblar bor hozir. Farzand tarbiyasida nabaviy ko'rsatma, nabaviy uslub degan ma'noda katta kichik turli risolalar bor. Shularda muhim nuqtalardan sanalgan nabaviy tarbiya uslublaridan birinchisi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning tarbiyadagi eng birlamchi choralari bu shaxsiy namuna bo'ladi. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolatu vassalom farzandlarga, nabiylarga nimani aytmoqchi bo'lsalar, nimani aytayotgan bo'lsalar yoki aytmasdan ham nimani o'rgatmoqchi bo'lsalar, shuni avvalo o'z shaxslarida namoyon qiladilar. O'zlari amal qilganlar, o'zlari namunani ko'rsatganlar. Tarbiya borasida tadqiqot o'tkazgan olimlar aytadiki, tarbiyada siz gapiradigan gapingiz 10-20% ta'sir qilishi mumkin, ammo amaliyot qolgan 80%. Ayniqsa agar amal bilan so'z mutanosib kelmasa, so'zda qiymat qolmaydi. Ammo gohida amalning o'zi kifoya qiladi. Masalan, odobni ko'pincha kattalardan ko'rib o'rganilgan, aytib o'tirishmagan. Nabaviy uslubda demak birinchi chora ota-onaning o'zi namuna bo'lish. Yolg'on gapirma deyaptimi? Yolg'on gapirishni istamaydimi? Ota-ona o'zi yolg'ondan hazil bo'lishi kerak. Bola bilmaydi deb bo'lmaydi. Bolaning fitrati toza, ruhi pok, qalbi sezadi. Yolg'onni biladi. Bir kun bo'lmasa bir kun oshkor bo'ladi. Yolg'on inson aqlini buzuvchi eng yomon illatlardir. Mana bundan kishi avvalo o'zi hazir bo'lishi kerak va farzandlarga ham rostgo'ylikka, sadoqatga o'rgatish kerak bo'ladi. Va bundan birinchi namuna ota-onaning o'zi. Ba'zan onalar sezmasdan yolg'on gapirib qo'yadi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning sahobalaridan Abdulloh ibn Omir aytadilar. Men bola edim. Nabiy alayhisolatu vassalom huzurimizga keldilar. Onam meni chaqirmoqchi bo'lib, "Bu yoqqa xurmo beraman" dedi. Keldim, xurmo berdi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hayriyat. Beradigan xurmoying bor ekan. Agar chaqirib turib xurmo beraman deb turib, xurmo bermaganingda senga bitta yolg'on yozilar. Ana o'sha o'zi farzandingga salbiy tarbiyaga kifoya qiladi dedi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning demak tarbiyadagi yana bir ikkinchi uslublari bu har bir o'rinni o'sha o'rinning hukmi va odobini o'rgatish. Masalan, dasturxon ustida dasturxon odobi, mehmon navozlikda mehmon navozlik odobi, ilmda ilm odobi, namozda namoz odobi va hokazo har bir o'rinning odobini o'sha amaliyot ustida o'rgatgan. Bunda odob nazariy bo'lib